O'rtoqlar, yana ichak tozalash haqida bugun to'xtalib o'tmoqchiman. Ichak tozalashimiz uchun har bitta mana xitoyliklarda o'zini detoks ritmi bor. Bunga binoan buni men keyingi videolarda buni to'liq sizga ochib beraman. Bu safar ulgurmayman. Ertalab 6 dan 8 gacha bizni yo'g'on ichagimiz yaxshi ishlaydi ekan. Ana shu bir necha yildan buyon axlat qoldiqlari qolib ketgan mana bu kalviy kamillarni, ichak tubchalarining orasidagi kalviy kamillarni evitib, tozalab olib chiqib ketish uchun maxsus protivparazitarniy preparatlarni berib, tabiiymi va sun'iymi tayyorlangan preparatlarimizni berib turib, ertalab 6 dan 8 gacha tozalov klizmasini, ya'ni huqna deyiladi, tozalov klizmasini o'tkazishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? 3 litr suvda qaynatasiz. 3 litr suvda qaynatib, unga bitta romashkani maxsus marliga o'rab ichiga solib qo'yasiz va iliq holatga kelganda teringizni mana bu joyiga suvni tekkizib ko'rasiz. Agar iliq manetingiz bilagingiz kuymasa, demak ichak ham kuymaydi. Bunga bir osh qoshiq chayni soda qo'shasiz va tayyor bo'lgan tayyorlamani, damlamani ertalab 6 dan 8 gacha 1,5 litrdan 3 litrgacha suvni yo'g'on ichakni tozalash protsessini gapiryapman hozir men. Yo'g'on ichakni tozalash protsessida ana shu narsani suvni jo'natib tayyorlangan damlama suvni davolovchi klizma bo'ladi ham va tozalovchi klizma bo'ladi, o'rtoqlar. Bilasizmi, chayni soda haligi evigan anaqa qotib qolgan axlatlarni evitib tozalab olib chiqib ketadi va chayni sodaning ichida parazitlar yashalmaydi. Tozalanish uchun juda ham yaxshi, men juda ham ko'p klinikamda ham ishlatadigan tozalash klizmasi haqida bugun sizlarga ma'lumot berdim. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol blogimga obuna bo'lib, kommentariyada ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin yoki Telegram gruppamga o'tib olib, shu joyda yana to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin.